Bu biznes qilib tezroq boyib ketish kerak. Buni yo'li oson-ku. Sen institut o'qiysan-a? O'qish tashlashing kerak. Nimaga? Hamma milliarderlar o'qish tashlagandan keyin boyib ketgan. Voh, to'g'ri aytasan. Men ketdim. Sigaret tashlat. O'qishdan ketmoqchiman. Sen jinni bo'lib qolganmisan? Ha bu yerda o'qisang, kontrakt to'lamasang, nima qilmoqchisan o'zi? Biznesmen bo'lmoqchiman. Ha o'qimasang oshyoqlikdan bo'lasan biznesmen. Sizga nima? Men ketdim. Hey, to'xta. Olib ket meni dokumentlarimni bo'lmasa. Bu meni dokument emas, просто basharingizga otgim keldi. Sog' bo'ling. To'xta. Okay, iltimos, shu yerda ishlab turing. Yuvdim men faqat. To'g'ri, chunki o'zimizda ham ishlaydigan bola yetarli. Aka bitta johor qilib bering. Voy, menga qara, sani deb o'qishdan ketdim. Diplomsiz hech qanaqa ishga olmayapti. To'xtab tur, uni boshqa yo'li ham bor-ku. Qanaqa? Yaxshi ko'rgan qizing bormi? Bor, yaxshi ko'raman uni. Ana o'sha seni tashlab ketish kerak. Keyin unga na prinsip qilib boy bo'lib ketasan. Voy, nega shu xayolim kelmadi? Rahmat. Bitta sigaret ber. O'z bitta edi. Qanaqasida johorni? Ketishligidan. Oramiz ochiq. Baxtli bo'l. Deb et menga. Nega? Hammasi yaxshi-yu. Yaxshi emas. Men tashlab ket. Bortimi ber. Davay bortimi ber. Bort sizga. Yashlab et. Bort sizga. Yo'qol ket endi. Matizga chiqman ligacha. Kim boshlasam olib ketinglar. Bevafo men tashlab ketdi. Qayt. Yo'q, sen ketur. Bo'pti, ko'rishamiz. Menga qara, et qizing tashlab ketsa boy bo'lib ketasan deganmiding? O jonim. Ha, qalin kiyinganman, xotiramman. Lekin men kayfga berilib ketdim. Sen buni eplolmading. Yana bitta yo'li bor. Qanaqa? Uydagilar bilan urushib chiqib ketishing kerak. Keyin alamzada boy bo'lib qaytib kelasan uyga. Zo'r bo'ladi. Labiyadajon. Ha, boraman hozir. Nima ovqat qilgansizlar? Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Shunaqa qilgin. Uydan chiqib ket-ya. Ha, chiqib ket. To'xta, sigaret. Singandi. Ha, o'zim svarka qolaman. Davay. Seni toming joyidami? Uydan ketib qayerga bormoqchisan? Men bilan ishinglar bo'lmasin. O'zim maravam, o'zim tortaman. Ketsin ketursin. Bu o'g'ling hali xor bo'lib keladi. Oramas. Boy bo'lib qaytib kelaman. Bitta uring motivatsiya bo'lsin. Men o'zimdan o'zim uraman. Sahar chakorsanmi? O'zingizni o'g'lingizga qo'l ko'tardingiz-a? Sababsiz. Hali shu kunni eslab qoling. Men bir kun qaytib kelaman. Ota onam boy deb emas, ota onam bor deb quvon. Aylanin. Salom. Menga qara, uydan chiqib ketdim. Borishga joyim yo'q, yeyishga ovqatim yo'q. 3 oydan beri ko'chada yuribman. To'xta. Oxirgi yo'li bor. Qanaqa? Sen qamalishing kerak. Chiqqaningdan keyin bir chimadan pul berishadi. Bo'rilar kinosini ko'rganman. Men ham ko'rganman. Ha, davay nima qilib turibsan? Bo'pti, men ketdim, qamalaman. Davay. Sigaret ber. Bu cho'kdi. Men bilsa yaxshi gap. Bo'pti. Qo'lmi? Tutildingmi oxiri? O'z qochmayotgandim-ku. Sen og'ir jinoyat qilgansan. Ha, bilaman, qamalaman. Qayerga borishga yuring tezroq. Zato chiqqandan keyin boyib ketaman. Ulan, xavotir olmay, chiqqaningdan keyin boyib ketasan. Qanaqa boyib ketaman? Butun umr berib yubordi-ku. Seni ham o'ldiraman. To'xta. Shoshindan qochish kinosini ko'rganmisan? Ha? Abidga chiqqaningda qo'shuvni olib devorni ko'lashni boshlagan. Keyin chiqib taniqli bo'lib ketasan. Pullaring ko'p bo'lib ketadi. Voy, ammo o'zi abidga chiqib qo'shib olib kelaman. Davay, bo'pti, sigaret ber. Yo'q. Nega keldim?